biznes women ayollarimizni qanchalik o'zlari kuchli bo'lishi kerak? Menga ham ko'pchilik savol beradi. Kuchli ayolsiz deyshadi menga. Katta komandani boshqaryapsiz deyshadi. Shuncha yildan beri shu biznesni yurg'izyapsiz deyshadi. Lekin hayotdagi o'zimning shiorim bor. To'g'ri, rahbarlik bu kuchli qarorlar qabul qilishi, mas'uliyatni juda jiddiy bo'lishi talab qiladi. Lekin ayol kishi kuchli bo'lish uchun emas, baxtli bo'lish uchun yaratilganini hech qachon unutmaslik kerak. Agarda bizneslarim kengaysa-yu, lekin buni evaziga men qat'iyatli, kuchli ayol bo'lib, ayollik latofatimni, ayollik mehrimni agarda men yo'qotib qo'ysam, men uchun bu narsa natija emas, yo'qotish. Chunki men ayolman, ayollik fitratim meni eng katta davlatim, katta boyligim Alloh tomonidan berilgan. Qanaqaki ish boshlamay, qanaqaki biznes boshlamay, juda ham harakat qilaman. Shu ayollik mehrim, latofatim har doim saqlab qolish kerak. Sizchi, siz tadbirkor ayol uchun eng muhim xislat nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada bu haqida yozib qoldiring.